Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Hayotxon Sobirova. Bugun dasturimizda Toshkent shahri bo'ylab daraxtlar ommaviy ravishda qulamoqda. Namanganda Damas'ga uy konditsionerini o'rnatgan haydovchilar jazolandi. Angrenda 4 nafar o'quvchi bitiruv kechasi uchun o'g'rilik qildi. Hindistonda 227 nafar yo'lovchisi bo'lgan samolyot avtohalokatga uchrashiga sal qoldi. De Bruyne ikki klubdan birini tanlashi kerak. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Bugun poytaxtimizda bo'lgan kuchli shamol bir qator hududlarda gaz quvurlariga shikast yetkazdi. Dastlab shu haqida. Hudud gaz poytaxt axborot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, joriy kunlarda kuzatilayotgan kuchli shamol natijasida Toshkent shahrining Yunusobod va Yashnobod tumanlarida gaz ta'minoti tizimiga jiddiy zarar yetgan. Xususan, shamol oqibatida ayrim hududlarda daraxtlar qulab tushib, yer osti va yer usti gaz quvurlariga shikast yetkazgan. Mazkur holat natijasida ayrim mahallalarda tabiiy gaz ta'minotida uzilishlar yuzaga kelgan. Hozirda hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti bo'limining avariya brigadalari tezkorlik bilan voqea joylariga yetib borib, mas'ul tashkilotlar, xususan favqulodda vaziyatlar, mahalliy hokimlik va kommunal xizmatlar bilan hamkorlikda muammoni bartaraf etish choralarini ko'rmoqda. Namanganda rul ustida osh yegan va Damas'ga uy konditsionerini o'rnatgan haydovchilar jazolandi. Qoidabuzar haydovchilarga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta qoidabuzarliklar aks etgan videolar tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rasmiy izoh bildirdi. Ma'lum qilinishicha, Damas haydovchisi avtomobilga ofis va xonadonlar uchun mo'ljallangan konditsionerni o'rnatib, shaharning gavjum ko'chalarida harakatlangan. Shuningdek, yana bir bloger tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar jamoatchilik e'tiboriga tushgan. U avtomobil boshqaruv vaqtida rulga lagandagi oshni qo'ygan va uni yegan holda harakatlangan. Yuqorida qayd etilgan holatlar yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Avtomashinalar esa jarima maydoniga joylashtirilgan. Angrenda 4 nafar maktab o'quvchisi bitiruv kechasiga pul topish maqsadida o'g'irlik sodir etdi. Bu haqida Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Navbatdagi lavhada muxbirimiz batafsil ma'lumot beradi. Ma'lum qilinishicha, 16-apreldan 17-aprel kuniga o'tar kechasi Angren shahri Nurchi mahallasida noma'lum shaxs Damas'dan pul o'g'irlagani haqida hududiy ichki ishlar bo'limiga xabar kelib tushgan. Holat o'rganilib, tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tezkor choralar natijasida bu qilmishni 15-17 yoshdagi 4 nafar maktab o'quvchisi sodir etgani aniqlanib, fosh etildi va ular protsessual tartibda ushlandi. Dastlabki tergov davomida gumonlanuvchilar ushbu o'g'irlangan pullarni maktab bitiruv kechasi uchun kerak bo'lgan xarajatlarni qoplash maqsadida olganini bildirgan. Bir guruh shaxslar jinoyatni sodir etganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Hindistonda 227 nafar yo'lovchisi bo'lgan samolyot halokatga uchrashiga sal qoldi. Samolyot taxminan 11 km balandlikda kuchli bo'ronga duch keldi. Muxbirimiz lavhasi shu haqida. Hindistonning bortida 227 nafar yo'lovchisi bo'lgan Airbus samolyoti halokatdan zo'rg'a qutulib qoldi. Bu haqida Bild xabar berdi. Samolyot Indigo aviakompaniyasiga tegishli bo'lib, 21-may kuni Dehlidan Srinagar shahriga reysni amalga oshirayotgan bo'lgan. Airbus A321 samolyoti taxminan 11 km balandlikda kuchli bo'ronga duch kelgan. Hodisa vaqtida samolyot bortida 227 kishi bo'lgan. Hindiston ommaviy axborot vositalari yozishicha, yo'lovchilar hodisani deyarli o'lim yoqasidagi tajriba deb ta'riflagan. Odamlar baqirgan, ibodat qilgan, uchuvchilar esa favqulodda vaziyatni e'lon qilishga majbur bo'lgan. Manchester City afsonasi Kevin De Bruyne ikki klubdan birini tanlashi kerak. Tushunganingizdek, dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz.
Yarim himoyachi Kevin De Bruyne kelajagi uchun ikkita variantdan birini tanlamoqda. Jurnalist Matteo Morettoning so'zlariga ko'ra, 33 yoshli belgiyalik futbolchi A Seriyaning Napoli yoki MLSning Chicago Fire klubidan birida faoliyatini davom ettirishi mumkin. Qayd etilishicha, De Bruyne Napoli bilan mavsumiga 10 million yevro maosh olish borasida kelishib olgan. A Seriya klubi futbolchining qarorini kutmoqda. Kevin va uning oilasi yaqin kelajakda qayerga borishni hal qilishlari kerak. Barselona yozgi transferlar oynasi vaqtida asosiy e'tiborini Liverpool futbolchisi Luis Diasning transferiga qaratadi. Diario Sport ma'lumotiga ko'ra, 28 yoshli kolumbiyalik futbolchi Barça sport direktori Deconing orzusi bo'lib turibdi. Klub Gerard Martin va Eric Garcianing yaxshi rivoji sababli qanot himoyachisi sotib olish ishini to'xtatgan. Hozirgi paytda klub chap qanot Winger izlamoqda. Diasning transfer summasi 85 million yevroga baholanmoqda. Dias ushbu mavsumda APLning 35 o'yinida 13 ta gol va 5 ta assist qayd etdi. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.